Hurmatli akalar va chorva ishqibozlari, Sirdaryo viloyati Yangiyer shahridan yeb-icharlari sog'lom bo'lgan o'najilarimizdan soni 18 bosh. Hammasi sog'lom. Tepalardan ham video olamiz. Kimdir qiziq bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Narx-navolar bilan hozir bir qator yurishlarini ko'rsatib, ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hammasi sog'lom, qisir variantdagi o'najilarimizdan 2-3tasi tashqariga chiqib turibdi. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, kasalmi, qanaqadir xayolga bormanglar. Hammasi sog'lom. Endi joy to'laligini hisobiga bir-birini salgina shoxlaydi, qo'rqqanligi hisobiga chiqib turibdi. Kelasizlar, agar yeb-ichlarlarda qanaqadir muammosi, yurishlarida muammosi bo'ladigan bo'lsa, bemalol bexijolat narx-navosiga aloqasi yo'q qolaveradi. Xullas, soni 18 bosh. Sirdaryo viloyati Yangiyer shaharda. Narx-navolarga qisqacha o'tishdan oldin ma'lumot o'rnida bir foydali maslahat berib o'tamiz. Mana shunaqangi chorvasi bor akalarimizga kichkinagina maslahat. Qachon 25 ming, 30 mingga beda olyapsizlarda, oyog'im tagiga agar yer bilan bitta qiladi. Agar mana bunaqangi setkadan qilib, oddiy yevro zabor deydi. Kichkinagina mana shunaqangi ramka qilib, yasab ustiga bedani ustiga tashab qo'yadigan bo'lsangiz, mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, qaranglar. Kichkinagina tortib yevradi, hech qanaqangi oyoq osti bo'lib oshcha xarajatga tushmaysizlar. Ma'lumot o'rnida qisqagina agar foydali bo'ladigan bo'lsa, bu kun tanishlarga tashab qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Xullas, bo'lmasa bir qadar qisqacha narx-navolar bilan tanishtirib o'tiraveramiz. Hurmatli akalar, bu o'najilarimizga. Hurmatli akalar, yana bir ma'lumot. Mana shu o'najilarimizda xudo xolasa yoki mana shunga o'xshagan, mana shu emas, mana shunga o'xshagan o'najilarimiz bozordan olib yoki kimdandir olib qanday foydaga kiraman deydigan akalarimizga kuzga borib qo'ysangiz bo'ladi. Bu o'najilarimizni novosga qo'ysangiz bo'ladi. Novosga ham o'ziga o'xshagan jaydar emas. Bu o'najilarimiz hammasi jaydar, hech qanaqangi paroda, gibrid demaymiz. Haqiqiy o'zimizning mesni, O'zbekistonda iqlimiga moslashgan o'zimizning mollar. Bitta semental novos qo'shadigan bo'lsangiz, mana bunaqangi xuddi mana shu ham o'zimizning haqiqiy jaydar mol, lekin urug'dan tushgan. Zotdan tushadigan bo'lsa, mana bunaqangi effekti, natijasi bir 2-3 yilda yaxshiroq natijaga erishishingiz mumkin. Mana xudo xolasa semental urug' qo'yilgan, xuddi mana shunaqangi urug' ko'chat buzoq tushgan. Demoqchi bo'lganim, mana shularga ham xudo xolasa chiroyli novos qo'shadigan bo'lsalaringiz, kelajakda yaxshigina zot qo'yib olsangiz bo'ladigan variantidan i plus narx-navolar juda ham yengil qo'najilarimizdan. Bo'lmasa narx-navolarga qisqacha o'taveramiz. Xullas, narx-navolarga o'taveramiz. 12 million 300 ming so'mdan bu qo'najilarimiz eng baland narx-navolari 12 million 300 ming so'm arzon narx-navosi. Kelasizlar, yo'q, zo'rini olaman degan akalarimizga 14 million so'm tanlab olasizlar o'zlari yoqqanini. Yana qaytartaman. Eng arzon narx-navosi 12 million 300, eng baland narx-navosi 14 million so'm bo'ladigan oxirgi narx-navosi. Hurmatli akalar, bo'lmasa o'najilarimizni hammasini bir joyga olaman degan akalarimizga hammasi sog'lom, yurishlarga yaxshilab e'tibor bersa, hech qanaqangi muammosi, defekti yo'q. Hammasini bir joyga olaman degan akalarimizga oxirgi narx-navosi 13 million 150 ming so'mdan bo'ladigan bo'lsa baraka qilamiz. Hammasi sog'lom, 1 yashar atrofdagi o'najilarimizdan. 13 million 150 ming so'mdan bir joyga hammasi bo'ladigan bo'lsa, shunaqa narx-navoda. Hammasi sog'lom. Yana qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 99lik 490 3344. Qo'ldan kelgancha video olyapmiz. Yana qanaqadir kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, boshqa videolar ham bor, tashib beraveramiz. Quyosh salgina harorat ko'rsatishi mumkin. Aloqaga chiqaverasizlar. Hammasi sog'lom, mana yeb-ichlarga yaxshilab e'tibor berasizlar. Mana bunaqangi tosh tarozisiga to'g'ri keladiganlardan ham bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Dastavkalari kelishilgan holda.